Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. Bizlarda hozir massaj jarayonini yakunlab bo'ldik. Eng oxirgi etap hozir limfa drenajni vibratonga chiqardik. Mana bugun patsientimizni oxirgi 7-kunlari. O'zingizda nima o'zgarishlar sezdingiz? Rahmat, abyomlarim ketdi. Ancha yengillashib qoldi. Juda ham yoqdi menga. Hamma massajlaringiz, apparatlaringiz juda ham yoqdi, effekti yaxshi bo'ldi. Sezdim. Hozir birinchi bularga etapma-etap qildik. Birinchi kriodan foydalandik, ikkinchi miya stimulyatsiyadan korreksiya uchun foydalandik va limfa drenaj uchun J8 dan foydalandik. Popa va ko'krak uchun vakuumdan foydalandik va kavitatsiyadan foydalandik. Ortiqcha yog'larni, o'sha zonani yog'larini eritish uchun kavitatsiyadan foydalandik. Hozir yuzlariga ruxsat bermayaptilar. Qorin sohalarini ham ko'rsatdik.